topgan pulim barakali bo'lsin, bola chaqamga olib borib yedirganim halol bo'lsin degan odam birovning haqqini yemaslik kerak. 2 kun oldin qo'ygan videoyimda nima deb so'kinishga yo boshqaga, balki so'kinishga arzimas, betarbiya, bir beparasat, qanaqa odam deb gapirsam bilmadim. Lekin shunaqa odamlar negativ fikr rosa yozdi. Sen undoq qilgansan, bundoq qilgansan, bilib qo'yinglar. Normalniy pul to'laganman. Mana shu qilgan ishiga 14 million so'm, ya salkam 14 million so'm pul berganman. Oldindan avans olgan 14 million so'm va hozirgi momentda qilgan ishini hisob-kitob qilsa 5 millionlik chiqmaydi. Telefon qilsam telefonni olmayapti. Xafa bo'lsa ham mayli, meni videoyimni ko'rayotgan, обязательно, sababi u menga podpiska qilgan, meni videolarimni ko'rayotgan o'sha odam. Ishni mana shunaqa qilib qilsa ham bo'ladi. Mana polni buzib tashab, har bitta qilgan ishini, mana shu oldidagi fasollarni hamma joyi buzib tashab, boshqatdan cho'kini olib, boshqatdan qilyapmiz mana shu ishni. Shuni ham inson bolasi qilgan mana shu ishni ham. Shuni ham inson bolasi qilgan. Har bitta kasbdan boya aytganimda, har bitta kasbdan odam 5-4 so'm pul topaman, baraka topaman, topgan pulim barakali bo'lsin, bola chaqamga olib borib yedirganim halol bo'lsin degan odam birovning haqqini yemaslik kerak va uy egasining ishonchini oqlash kerak. Qaysidir ifloslar aytibdi, sen pasredniysan, boshqasan. Bilib qo'yinglar, men pasredniy emasman. Men quruvchiman. Men pul ishni dogovor qilaman. Har bitta ishni o'zim yakka qilishga men imkonim boshqam yetmaydi. Ilojim yo'q, odam ishlataman. Odam ishlatib qildirmasam bo'lmaydi. Har bitta joyda ham, hamma ustida ham shunaqa, hech kim o'zi yakka qilmaydi. Albatta yonida shogirdlari bo'ladi, ishchilar bo'ladi. Ularni tekinga ishlatmaydi, pulga ishlatadi. Men ham tekinga ishlatmaganman, hech kim pulga ishlatayotganman. Mana Xudo xolasa sal har holda qovushtirib qo'ydik.